Ana aka-ukalar, navbatda pechkamizni Amday mahallasi yoqib o'rnatdik. Klientga mana hozir yoqib berish jarayoni. Mana yonishi. Bitta xonadonga ikkita qo'yib berdik. Mana bu ikkinchisi. Endi buni yoqamiz hozir, bu endi tayyor bo'ldi. Mana bu gilavni eshik kirish. Kirgandan mana zal. Zaldan bu yog'i mehmonxonani istadi. Mana bu zalni istadi old tarafi. Bu yog'iga o'tiriladigan joyi bor. Arqa tarafi buni istadi. Mana bu spalni. Spalniga old tarafi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana 2 dona pechka. Hozir bitta, ikkita, uchta, to'rtta xona. Opshom gilovni eshigidan kirish, ichkari to'rtta xona, 2 dona pechka bilan polni issiq bo'lib yotadi. Mehmonga tayyor hamma xona. Ikkita pechka yoqib qo'yiladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol tortinmay murojaat qilaverasizlar. Mana yonishi. Poyez o'tgandek yonadi. Alavi, tekunda chant qilib qo'yinman ichiga. Mana bu legrab. Isib ketsa pasaytirib qo'yasizlar. Torsalang kuchliroq yonadi.